Sirdaryo viloyati Yangiyer shahridagi mana avtomoyka karvash nomeradi. Aka samoykaga qulaylik uchun filtr apparat o'rnatdi. Shunday vodani bosasizlar, osmosdan chiqayotgan suv keladi. Ko'pchilik nimalarda avtomoykalarda mana osmosdan addenni qimmatroq suv chiqadi, lekin aka mana vodani o'ziga puramay olaveradi. Ikkita mana sotishga birinchisi sotaman dedi, 5 litr, 10 litr kim ko'tarib ketsa, ishlab sotaman suvim dedi. Ikkinchisiga mana samoykaga soatiga 1 tonna suv chiqaradigan suv filtr apparat. Bu yerda hozir o'rnatdik. Ishlash jarayonini ko'rsatolmaymiz afsuski, kecha oqshom bo'lib ketdi. Bugun ertalab video qilyapman. Ertalabgacha men narvonni qo'yib, to'lganmi yo'qmi, aka ko'rgan, ustini to'lib qolgan hozir. Bunisi ham to'lib qolgan. Bunisi ham to'lib qolgan. Paplok ko'tarib qolgan. Ishlash jarayoni ko'rsatilmaymiz, lekin ishlab bo'lgan. Hozir men kirish suvini to'payimini ko'rsataman. Alaykum assalom. Qanday yaxshimi ko'rsak? Ha, toza. Bakın. Nima qildi? Kimdi? Öyle tuttu beni. %780 çıkarıyor. Endi ko'ramiz. Mana bu filtrdan chiqayotgan suv. Buni tozalab filtrlab bo'lgan. Bunda mana 15 chiqadi. 15. 780 nima degani, 15 nima degani, suvdagi erigan moddalar miqdori milligramda o'lchanadi. 780 bu juda bo'lmasa ham ko'p degani. Filtrlash kerak. Suvni sepgan oqarib qolyapti degani. Endi mana shu apparatni o'rnatdi akamiz. Samoykadan suvni sepgandan bo'lib oddiy suvni sepgandan keyin ham oqarmaydi. Shu maqsadda o'rnatdi. Suvda hech qanday erigan ximiya yo'q. Sepib artmasdan chiqib ketaverish kerak. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, mana firmalarga qanday suv ko'p ishlatiladigan, toza suv ko'p kerak bo'ladigan sexlar, oshxonalar mana shu o'rnatib beramiz shunday apparatlarni.